Assalomu alaykum söyümlük dostlar. Sizlar bilan yüz görüşganligimdan intayin xushalman. Bu sondagi tanlash savollarimiz qarindoshlik haqida bo'ladi. Qanamisa savollarga javob tanlab, o'zimizni tekshirib boqaylik. Javoblarni yozish uchun qog'oz qalam elib olishni unutib qolmanglar. Qarindosh desak, ko'pinchimiz bir qo'saqdan chiqqanlarni qarindosh bo'ladi deb o'ylab olishimiz mumkin. Tuqqandochilik munosabati bo'lmasa-mu qarindosh bo'g'ili bo'ladi. Qandoqsiga deb so'rayotgamsizlar? Sizlarga tushuntirib qo'yay. İslam dinimizda musulmonlar mayli boy yoki nomrod bo'lsin, arab yoki uyg'ur bo'lsin, oq tanlik yoki qora tanlik bo'lsin, hammasi barobar. Hammasi bir tog'oqning takshi va qator tizilgan tishlariga o'xshaydi. Alloh taolo ularning hammasini qarindosh e'lon qilgan. Ular mana shundoq barobar munosabatdagi qarindoshlardan bo'lg'ashqa bir-birini haqiqiy yaxshi ko'rdi. Bir-biri bilan inoq o'tidi. Payg'ambarimiz o'zinglar yaxshi ko'rgan narsanglarni qarindishinglarga yaxshi ko'rmagicha komil musulmon bo'la olmaysizlar degan. İslamdagi qarindoshlikni yaxshi tushunish va o'zinglarni tekshirib beqish uchun qo'lingizga qalam elib, tövandagi tanlash savollarini ishlab beqinglar. Birinchi savol: Sizningcha qarindosh degan so'z kimlarni o'z ichiga oladi? A. Bir qo'saqdan chiqqanlarni. B. Bir tuqqandek o'tadiganlarni. C. Dunyodagi barliq musulmonlarni. İkinci savol: Musulmon qarindishingiz uchun fidokorlik ko'rsatamsiz? A. Qarshi taraf menga fidokorlik ko'rsatalsa. B. Qiyin ish bo'lmasila. C. Qarindishimga foydali ish bo'lsa, qo'limdan kelishicha fidokorlik ko'rsatishga tirishaman. Üçüncü savol: İki qarindishingiz qaydishib qolsa, qanday qilasiz? A. Qaysisiga bakrak amroq bo'lsam, uning tarafida turman. B. Ularga aralashmayman, o'zlari hal qilib olsin. C. Her ikkisi bilan ayrim-ayrim ko'rishib, aplashtirib qo'yishga tirishaman. To'rtinchi savol: Siz baribir sorunda biror qarindishingizning yomon gapi chiqsa, qanday qilasiz? A. Men ularga qo'shilib qarindishimning yomon gapini qilaman. B. Men yomon gapini qilmasam-mu, ularning so'zlarini anglab o'tiraman. C. Ularni chiroyliqcha ogohlantirib, yomon gapini qilmaslikni aytaman. Temini boshqa yoqqa burayman. Beshinchi savol: Qarindishingiz bilan birga mengayotganingizda u tuyuqsiz yiqilib tushsa, qanday qilasiz? A. Yiqilib tushgunni hammalarga aytib zonglik qilaman. B. Bek balo ketgansa deyman, kulmaslikka tirishaman. C. Darhol yo'lab turg'izaman. Oltinchi savol: Qarindishingiz bilan bir ishda kelisholmay qaydishib qolsangiz, qanday qilasiz? A. Qarindoshlikdan kechiman, aplashmayman. B. Ko'nglim ozroq yerim bo'lishi mumkin, ammo boshqa yangi qarindosh topaman. C. Uning bilan paranglashaman, masalani hal qilishga tirishaman, xatolik menda bo'lsa, kechirim so'rayman. Yettinchi savol: Siz yashayotgan joyga dunyoning har qaysi joylaridan nomrod va yetim bolalar kelsa, qanday qilasiz? A. Men tonimaydigan, tilini bilmaydigan bolalar bilan aralashmayman. B. Mening qarindoshlarim ko'p bo'lg'ashqa, ular bilan aralashmayman. C. Musulmonlar qarindosh bo'lganligi uchun ular bilan tonishaman, tilini bilmasam-mu do'st bo'laman.
8-ci sual. Bir yıl taza tirishib o'rganish qilgan bo'lsangizmi, yillik imtihonda eng yaqin qarindishingiz birinchi bo'ldi. Siz bu vaqtda qanday qilasiz? A. Aslida men birinchilikka loyiq edim. Deyman, qarindishimdan xafa bo'laman. B. Ko'nglim yerim bo'ladi, qarindoshlikni davomlashtira olmayman. C. Uni tabriklayman, uning bilan tan xushal bo'laman. To'qqizinchi savol. Bir xatolik o'tkazib qo'ygantingiz, qarindishingiz sizni ogohlantirdi. Bu vaqtda qanday qilasiz? A. Manga aralashma, sen doim xatolik o'tkazasan-ku, deyman. B. Ochchig'im keladi, ogohlantirishlariga parvo qilmayman. C. Qarindishim menga yaxshi bo'lsin deb meni ogohlantirdi deb o'ylayman. O'ninchi savol. Mushu vaqtga kelguncha nomrod, yetim yesir yoki qiyinchilikda qolganlarga yordam qilib baqdingizmi? A. Hozir texi baldur, keyinchi yordam qilishim mumkin. B. Qanday yordam qiladiganligimni bilmayman. Hozirgacha mendan birasi yordam talab qilib baqmadi. C. Boshqalarga yordam qilish uchun ko'makka pul tashlab turman, pullarim yig'ilganda yordam qilaman. Qarindoshlik haqidagi savollar mushuning bilan tugadi. Endi javoblarni tekshirib boqayli. A javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, so'yimli qarindishim, boshqalarni haqiqiy ma'noda yaxshi ko'rish uchun fidokor, sabr-toqatlik va kang qo'rsoq bo'lish kerak. So'yimli payg'ambarimiz musulmonlarni bir tandagi a'zolarga o'xshatgan. Tenimizdagi biror a'zo zaxmlansa, boshqa a'zolarmi buning ta'siriga uchraydi. Og'riqni tang his qiladi. Inshaalloh sizmi barliq musulmonlarni qarindosh deb biling. Ularga texmi yaxshi muomala qiling. Atrofingizdagi kishilarga ulardan hech nima kutmasdan yordam qo'lingizni sunish orqali qarindoshlikning tunji qadamini bosing. B javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, so'yimli qarindishim, qalbingiz so'ygi muhabbatga to'lib toshgan bo'lsa-mu, uni qanday chiqarishni bilolmayotgandek qilasiz. Shunga bir qism kamchiliklardan xoli bo'lolmay vetibsiz. Payg'ambarimiz kimki musulmon qarindishiga yordam qilsa, Alloh u kishiga yordam qiladi degan. Biz qarindoshlarimizni yaxshi ko'rgan seri, ularga yordam qilgan seri, Alloh taolo bizni texmi yaxshi ko'radi, bizga yordam qiladi. Qilgan yaxshiliklarimiz hech qachon mukofotsiz qolmaydi. Alloh taolo texim rozi bo'ladigan yaxshi mu'min musulmon bo'lish uchun ozroq g'ayrat qilib eting. C javobni ko'p tanlagan bo'lsangiz, so'yimli qarindishim, bergan javoblaringizdan qaraganda siz dunyodagi barliq mu'minlarni yaxshi ko'radi ekansiz. Ularni o'z qarindishingiz deb biladi ekansiz. Ko'ngil ko'ksingiz keng-keng, qiyinchilikda qolgan qarindoshlaringizga har doim yordam qo'lingizni sunadi ekansiz. Mard va sehiy ekansiz. Shuning uchun Alloh taolo cho'qim sizni ham bu dunyoda, ham u dunyoda mukofotlaydi. Bu go'zal hislatingizni davomlashtiring. Ko'z tegmasin. Programmamizning bu qitim qisani mushiyada oxirlashdi. Keyingi qitimliq sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.